San'atning 17 yo'nalishi bo'yicha eng iqtidorli yoshlarni kashf etgan Gold Talents loyihasi o'z yakuniga yetdi. Xo'sh, loyihaning so'nggi kunida qaysi yo'nalishlar saralandi? Muxbirimiz Mubina Nosirova tanlovning so'nggi taqdirlash jarayonlaridan reportaj tayyorlagan. Hozir shu haqida. Bu gal estrada yo'nalishidagi Namangan shahridan kelgan ishtirokchilarga biroz qiyin va yanada mas'uliyatli bo'ldi. Sababi o'quvchilar o'z ustozlari bilan bir sahnada raqobatlashdi. Men o'zim Namangan shahar 24-sonli bolalar musiqa va san'at maktabidan keldim. O'quvchilarimni ham, iste'dodli o'quvchilarimni ham olib keldim. Estrada yo'nalishi bo'yicha tahsil berib kelaman. Xalqaro tanlovlarga ham borib kelganman. Raqobat bu yerda juda kuchli. Hammalariga omad tilayman. Estrada xonandalik diplom, medal hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Biz boshida ta'kidlagan ustoz shogirdlar esa o'z yo'nalishida baravariga birinchi o'rinni egallashdi. Ikkinchi bosqichda ko'rishamiz. Haqiqiy jang endi boshlanadi. Got Talent bizni kutib ol.